Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, Tolibon birodarlarimizdan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga jihod qilamiz, Pokistonga islom bayrog'i ko'tarilmaguncha tinchimaymiz deb aytdi. Shunga fikringiz debdilar. Birinchidan, bu narsa isbotlanmagan. Ya'ni Tolibon jamoatining rasmiy o'zlari aytdi degan gap hech qayerda isbotini topgani yo'q. O'zi Tolibon aytdimi buni yoki boshqa mana Pokistondagi xalqlardan kimdir bir mullasi aytdi degan gaplar ham bor. Xo'p, farazan aytaylik, bir Tolibon vakili aytgan taqdirda ham, lekin bu rasmiy narsa degani emas. Ikkinchidan, Tolibon jamoatining siyosati hozir ko'rib turibmiz. O'zlari ham aytadi, hamma biladi buni. Ichki holatlarini isloh qilish. Hech tashqariga ovora bo'ladigan holati yo'q, ularda tashqariga kuch sarflaydigan, ya'ni toqati ham yo'q. Shuning uchun bu narsa to'g'ri emas. Ularda o'zini bir mantiqi bilan qaraganda, olib borayotgan siyosati bilan qaraganda ham bu gap o'zi mantiqqa zid gap. Uchinchidan, ular o'zi sulh qilgan, atrofdagi davlatlar bilan kelishuvlari bor, ya'ni qanaqa qilib musulmon odam sulhni buzib, urush qiladi, ular buzmaguncha. To'rtinchidan, xo'p aytaylik, ular shunaqangi umumiy islomiy g'oyani ko'taribdi ham deylik, butun dunyoga jihod qilish g'oyasini, ya'ni. Ular tabiiyki musulmonlarni kelib o'ldiramiz demaydi. Takfirchilikka o'zlari ham qarshi, ular xalqlarga takfir berishga, xavorijlikka o'zlari ham qarshi. Ular o'sha xalqlarni ozod qilamiz deydi. Aytsa hali o'shani, aytgandan keyin qilsa deyapman. Lekin mana o'sha narsadan qo'rqqan ana shu tog'utlar, zolimlar, ularki o'sha davlatlar rahbarlari. O'zlari kursilarda qolish uchun xalqni mana shunaqa qilib qo'rqitadi va nafratlantiradi mana shunaqangi islom yo'lidagi jamoatlardan. Bular kelib sizlarga jihod qilmoqchi, sizlarni qilichdan o'tkazmoqchi deydi. Ayollaringni cho'ri qilmoqchi, mol-mulkingni g'animat qilmoqchi, hammangni majburlab ishton kiydirmoqchi, o'zlariga o'xshatib salla o'rattirmoqchi deb islamofobiya, ya'ni islom dushmanlari, bu mana shu xavfsizlik degan xizmatlar, o'shalarga xizmat qiladigan blogerlar, kanallar, ana o'shalar shunaqa qilib odamlarga bularni yomon ko'rsatadi. Aslida ular mana o'zini xalqini ham qilichdan o'tkazgani yo'q, o'zini xalqini cho'ri qilgani yo'q, mol-mulkini g'animat qilgani yo'q, balki o'zini xalqi xursand. O'sha yerdagi o'zbek bormi, boshqa tojik xalqlari bormi, hammasi yashayapti. Borki o'zimizdan borganlar ham mana borib kelib yashab yuribdi, ko'rib. Muhimi bu o'sha islom dushmanlari tomonidan shunaqa musulmonlarni qo'rqitish uchun, musulmonlardan o'rtalarida urush chiqarish uchun bir-biriga millatchilik ruhini qo'zg'atish uchun qilinayotgan ishlar. Tabiiyki bu narsa reaksiya beradi. Ya'ni ertaga bitta o'zbek ham chiqadi keyin, qani jihod qilib ko'rchi, men senga jihod qilaman deydi. Bir mullalar sayraydi keyin. Va keyin o'rtaga bir ozroq bir kimdir fitnachi kelib, bir Tolibon libosida yoki bir o'zbek libosida ozroq bir fitna o'chog'ini yoqib yuborsa, ana ko'ring keyin fitnaning kattarishini. Hamma gumrohlar o'shanga qo'shiladi keyin. Bu tomondan o'zbeki, bu tomondan afg'oni. Mana shu bilan o'zi yo'q narsa haqiqatdan boshlanib ketadi keyin. Alloh nima uchun yahudiylar sifatida mana avqodu narol harb degan, urushga o't qalaydi degan. Mana shunaqa qilib o't qalaydi urushga ular. Uni unga, buni bunga qayraydi. Ichida shunaqangi munofiqlar bo'ladi, hamma jamoatlarda shunaqa qilib gapirtiradi, urushtiradi bir-biri bilan keyin. Mana shunaqa qilib fitna chiqaradi musulmonlar o'rtasida. Bu tabiiyki orqasida turgan davlatlar bo'ladi, keyin katta davlatlar. Ular keyin o'zlarining manfaatlariga yetadi mana shunaqa urush to'polonlar orqasidan. Shuning uchun bunaqa gaplarni tarqatayotgan narsalarga o'zi e'tibor qilmaslik kerak. Mana Alloh Qur'onda aytgan, munofiqlar ishida bu. Murjifuna fil Madina degan. Madinada ana shunaqangi vahima ko'taruvchilar to'xtashmasa, bularga qarshi sizni qo'zg'aymiz degan Alloh munofiqlarga tahdid qilgan o'shanda. Ya'ni ana shu Madinadagi vahima ko'taruvchilar deganda mana shunaqa odamlar nazarda tutilgan. Ana u bosib kelyapti ekan, mana bu bosib kelyapti ekan deb yo'q narsadan vahima chiqarib, to'ydan avval nog'ora chalib, odamlarni ana shunday qo'rqitadiganlar. Xuddi shunday yolg'on yaxshi xabarlar shunaqa tarqatadiganlar. Idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bih. Tinchlikmi, xavfmi, nimadir haqida bir xabar kelib qolsa, uni birdan olib tarqatishadi. Agar shuni payg'ambarga va o'zlaridan ish egalariga qaytarishsa, o'shani tubiga yetadiganlar bilardi nimaligini degan. Ya'ni mana shunaqangi xabarlarni birdan olib internetga tarqatgan ahmoqlar, ana shunaqangi islamofoblar, o'shalarga xizmat qiladigan blogerlar, shuni ish egasiga qaytar, ya'ni sen bilan o'shalar o'rtasida ittifoqlar bor-ku, davlatlararo ittifoqlar.
Sen o'sha kelishuvlaring bor-ku jamoat, Tolibon jamoati bilan. O'shani birdan olib butun xalqqa jar solmasdan o'sha jamoatga qaytar, rasmiylaridan so'ra. Shunaqa gap chiqdi sizlardan. Shu gap o'zi rostdan. Nima deysizlar bu narsaga deb. Yo'q, unga qaramaydi, butun olib hamma joyga tarqatadi. Bu o'sha o'zi din dushmanlarining ishi ya'ni. Shuning uchun bunaqa narsalar vahima qilib musulmon odamni ko'tarib yurmasligi kerak. Allohu alam.